12-13 iyun kunlari Isroil Eronning yadro obyektlari va harbiy bazalariga havo hujumi uyushtirdi. Natijada 400 dan ortiq insonlar halok bo'ldi va 650 dan ortiq insonlar yaralandi. Hujum tufayli Eron yadro dasturiga jiddiy zarar yetkazildi. 13-16 iyun kunlari esa Eron Isroilning Tel Aviv, Quddus va Hayfa shaharlariga 350 dan ortiq raketa va 100 dan ortiq dronlar bilan javob qaytardi. Natijada 24 kishi halok bo'ldi, 600 dan ortiq insonlar esa yaralandi. Hujum davomida Isroilning temir gumbaz tizimi Eron raketalarining 90% ushlab qoldi, ammo tinch aholiga zarar yetdi. Bu zamonaviy urushning qanchalik murakkab ekanligini ko'rsatdi. Isroilning Eron neft omborlariga hujumi tufayli jahonda neft narxlari ko'tarildi. Mojaroning kengayib borishi mintaqada katta urushlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, global iqtisodiy inqiroz va qochqinlar oqimining yangi to'lqiniga sabab bo'ladi. Vaziyat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi barcha tomonlarni to'liq vazminlikka, harbiy harakatlarni darhol to'xtatishga va nizoni diplomatik yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Shu bilan birga Eron va Isroildagi o'zbek fuqarolariga xavfsizlik choralarini ko'rishni tavsiya qildi.